Qanaqa muammo bilan kelishgan? Bunda Kitayskiy rechka. Buyruqlarni tushunmaydigan bola bo'lgan menimcha. hech nimani bilmardim. Motorik buyruq, imitatsiyasi yo'q edi, bir kontekstlik buyrug'i yo'q edi, yana sortirovkasi yo'q edi, сопоставленияsi yo'q edi. Предмет kuzatuv diqqati ham salgina problemli. Diqqati очень problemli edi. Bitta joyda o'tirarmidi? Yo'q, birinchi 5 kun kelgan paytda isterikasi bor edi. Yo'q, qarang. O'zi o'tirarmidi bola? Uyda o'tirarmidi? O'tiradigan bola-da. O'tiradigan bola. Xo'p. Isterika sizga qildi. Isterikani boshqalarga qilgandi. Menga birinchi kun qildi, o'zimga kelgan paytim. Birinchi kun qildi, keyin o'zi qilmay ketdi. Adaptatsiyasi o'zi bo'lgandi. Motorik buyruqlari bilan, сопоставленияsi bilan, sortirovkasi bilan, imitatsiyasi bilan 3 xil ko'rinishda ham ishlagan. Imitatsiya ham nol bo'lgan. Ha, imitatsiya umuman yo'q edi. Hozir 3 ta ko'rinishga ham bor, ovozga ham, движениеga ham, predmetga ham imitatsiya bor. Qarang, uyda Aram Zamzam muzikalarni birga qo'shilib harakat qilarmidi? Multikka qarab. Qilardi. Chunki bir oyda mana hozir chiqardim deyapsiz-ku, moyillik bo'lganda o'zi nima deydi? Unda etapi bo'lgan, siz uni mustahkamlab berdingiz, tushundingizmi? Keyin siz masalan so'zlarni aytsangiz, ketinglardan повторять qilganmidi? Uyda. Kichkina so'zlarni, qisqa so'zlarni. Hozir mevalarni yodlatganman, mevalarni bilmasdi. Hozir bir 15 taday mevani o'zi aytadi. Ko'rsatsam, keyin mustaqil dinamikada. Oldin sizlarga mustaqil dinamikada aytmagan, o'zi aytmagan, sizlar faqat ketinglardan повторять qilgan. To'g'rimi? Endi o'zi aytishni boshladi. Siz hozir siz ko'rsatsangiz aytyaptimi? Ha. Yoki uyda masalan qaysi mevalarni? Olma, aytaylik, banan. Uyda olmani ko'rsa olma deyaptimi? Просто bundoq qilyapti hali ham. Ha, значит, sizda rasm ko'rsatsangiz keyin aytyapti, lekin hayotda qo'llay olmayapti. Hali hayotga ko'chmadi. Hayotda bilmadim, lekin Yo'q, men просто bolani tahlil qilib olishim kerak-da. Xo'p. Значит, hayotga ko'chmadi, значит, sizda hali ham vizualni ko'rib bilyapti. Shuning nutqiy xotirasi past. Qabul qilishimiz past. Keyin vizualkasi yo'q edi. Vizualkasi bilan ham ishlaganman, yarimini qo'y bilan, soyasini top bilan. Hozir o'zi hammasini qo'yadi. Oldin uyidan chiqib ketsa, qaytib uylarga kirarmidi? Uylarni bilarmidi? Bilardi. Chiqmaydi. Masalan, aytaylik, qayerdir bordinglar, qo'lingizdan chiqib ketib qoldi, bundoq qidirib adasini yoki onasini borib topib kelardi. Vizualkasi yaxshiroq bo'lgan, siz endi yana ham uni nima qildingiz, ko'tardingiz-da. Qiladi. Kutib tur, poylab tur, to'xtab tur ham bilgan. Kelganda bilganmidi hozir? Menga qilmadi. Yo'q, to'g'ri, endi sizga qilmagan, men bolani tahlil qilayotganim, shunga qarab sizga 5 deyman, 4 deyman yoki 3 deyman-da. Pedagogimizning ishiga qarab. Bola, bering, motorik buyruq. Amiran, Saratın nishonte почет. Dastata bardo. Ishkamatamu. Почета topto. Chashmata nishonte. Jim bo'lib qoling. Bindata nishonte. Jim. Chashmata nishonte. Bo'la, endi jim bo'lib qoling. Ko'ziga necha marta qaraydi, kuzatasiz, xo'p. Yana bering. Saratın nishonte. Ishkamatamu. Почета toptovku. Jim bo'ling. Kutuv qilmayapti-da. Buyruqda-da bu. Bering yana. Saratın nishonte. Chashmata nishonte. Endi sen menga aytdi. Tuman baga bachi. Unga gapirmaydi. Nima qilaylik? Chiqunam. Nima qilayman de? Chiqunamman bachi. Chiqunaman. Praksiyasi ham bor ekanda. Siz ayting. Mana men oyog'imni to'pillatdim. Endi sen boshingni ko'rsat. Keyin men nima qilaylik? Bitta podskaska bering demoqchiman. Tushundingizmi? Hozir ushlab sivarmaydim.
ushyapti-da, oldini. Siz qismayapti. Tushundingizmi? Man почему топ-топ qaysi? Tu sarata nishonte. Tu sarata nishonte. Sarata nishonte. Man почему топ-топ qildim? Tu sarata nishonte. Ana ku man chiqunam. Chiqunam. Eshitib qabul qilishida ekan-da muammo. Bering, soyasini topib bering. Buni bering. Buni bering. To'rttadan bering. Madra. Beravering. Beravering. Tez bering. O'zini xatosini to'g'rilaydimi yo'q ko'ramiz. Aha, ko'zingizga qarab qo'yishini qarang. Ana молодец. Просто. Ya xato qilyapti-da, prям ko'zingizga qarayapti. Yaxshi, молодец, maqtab qo'ying. Zo'r, barakalla. Vizualkasiga yaxshi O'zi ishlaysiz. yetishtiradi ha. Voy, aqlli bola. Voy, aqlli, молодец. Zo'r, men tojikcham bilmayman, shu parod qiladi mana. Shu. Zo'r. Молодец, zo'r. Emotsiyalarni o'qiydimi? Ha, ko'radi emotsiyalar. Ja, emotsiya o'qiydigan bolaga o'xshamayapti. Aniq o'qiydimi? Emotsiyalarni. Xafa bo'lsangiz, xafaligingizga sherik bo'ladimi? Xafa bo'lsam, Unaqa nima qiladi? Undoq qiladi, lekin sherik bo'lmaydi-da. Nimaga deganda, nega xafa bo'lasan deganda. Kelib oyisi yig'lasa, yuzingizni ochib qo'yishi mumkin, yig'lamagin deb. Lekin oqibatlarini bilib emas. Unaqa qilmaydimi? Emotsiyalaringizga sherik bo'lmaydimi? Ben yaparsam kelib u ham yig'laydi. Yig'laydi faqat. Men yig'lamayman. Qarang, yeydiganni olib berding. Amira muhrdagi shakitati. Kadumushimo muhri. Teyna. Kadumushimo muhri. Kadumushimo muhri. Молодец. Yana ayting. Kadumushimo muhri. Muhri. Kadumushimo muhri. Kadumushimo nyam mukne. Nyam. Siz nyam deb ne podskaska beryapsiz? Chunki nyam Yo'q, tushuntirganman. siz ayting, yeydiganni ber, prosta. Muhrdagi siz bo'ladi. Muhrdagi shati. Muhrdagi shati. Ne? Muhrdagi shati. Ko'rdingiz, Ziyoda bilmaydi. Mantiqiy fikrlashuvdi, boya adashib olib qo'ydi bu. Birinchisida adashib oldi. Endi nomini aytib so'raysiz, olmani bu. Sebate. Sef. Qani sef? Молодец. Самолёт. Самолёт. Молодец. Гавате. Молодец. Gavatin bu. Гавате. Гава. Молодец. Себате. Nima bunaqa aytasiz? Maymun, samolyot, aytasiz. 4 marta aytasiz. Keyin bundan so'raysiz. Maymun, samolyot, gav, sep. Maymun, samolyot, gav, sep. Maymun, samolyot, gav, sep. Maymun, samolyot, gav. Молодец, yana bitta. Maymun, samolyot, gav. Ikkitasini o'zi aytsin. Maymun, uy, молодец. Endi sen. Ana kuntuga. Amira. Ay asal. Yo'q. Mustaqil dinamikaga chiqsizlar-da. Yakta nechanta? Bunaqa qilardik-da. Qulonlarni shunaqa yopadi. Уже bir odam Og'zini anaqalarini, kiyimlarini shimmaydimi? Kiyimlarini shimmaydimi uyda? Bitta narsa og'ziga solib o'tirmaydimi? Tez tashadi. Mana. Voy, молодец, super. Nimadirlardir o'rganib, jirkanib, mana qilib olishlar yo'qmi? Ovqatlarni tanlamaydimi? Sensorikasida muammo ekanda.
giper emas, giposensor muammosi bor ekan. Shuni hisobiga ham sensorikaga ishlaysiz, yaxshi anaqa mustaqil dinamikaga chiqibsiz, lekin baribir все равно xalaliya, hipopraksiya bir oy uchun o'zi konsultatsiya kirmaganingiz uchun kiryapsizlar, ham konsultatsiya ketyapti, ham ani bolani dinamikasini baholab ketyapmiz-da biza. Yaxshi bir oy uchun endi o'zi bir oyda ko'rmayman deb bo'lsa, norm. Buni tez rezultatga chiqadi. Значит, sizdan men bundoq narsa kutaman. Bundoq emas. Mustaqil dinamikaga chiqarasiz, exolaliyadan olib tashlaysiz, exopraksiyadan olib tashlaysiz, движениеңiz polni qaytaryapti. Bu eshitib tushunmayapti hech qaysi buyruqni. Bir kontekstdagi buyruqni 10 ta qildirasiz-da 3 oy ichida. Ya'ni 2 kontekstdagi buyruqni 10 tani 5 taga aylantirasiz. Qanaqa, masalan, eshikni och, yopga ishladingiz, o'tirib turib biladi. Bu aytaylik, hozir primerno shu narsalarni aytyapman. Bilmaydiganini olasiz. De ikkitasiga bog'lab berasiz. Eshikni ochib, olmani olib kelib ber. Tushundingiz? Ikkitasiga shuni ichidan bog'lab ketasiz. Ikkita buyruqni tushunsin. Hech qanaqa podskaskasiz, ishorasiz, bu eshitib tushunmayapti bolangiz. Keyin kitayskirichidan nima qilib bo'lsa ham chiqaring. Mana buni sonini 4 ta qildik-ku, 20 taga chiqartiring. 20 ta taxlab tashlaysiz, 20 tani mustaqil etsin. Shunda buni miyasida to'g'ri so'zlar qabul qilish boshlanadi. Autoklitda ham shunaqa qilib ketaverasiz. И обязательно savol berishga o'rgating. Ikkita savolga o'rgansin. Bu nima, kim u? 3 oy ichida. Bundoq qaraganda insonga qarata nima desan, siz kim u desin. De, holatga qaraganda siz nima bu desin. De, keyin savol beradi bu, nima bu? Aytadi, atvet bor bunda, chunki tak atveti bor buni. Keyingi safar siz nima bu deganingizda ham bu javob berish kerak. Kim u deganingizda ham o'shanga mos javob berish kerak. Odammi aytsa ham, masalan, odamligini farqlash kerak, bu predmetligini farqlash kerak. Xo'p, exolaliya, hipopraksiyadan chiqardingiz, interverbalni ham shakllantirasiz. Men hozir sizga og'zak ketib ketyapman hamma narsani, yozmayapman. Interverbalga 30 taga savolga tayyorlang. Isming nima? Kim bilan kelding? Yoshing nechida? Sen o'g'il bolamisan, qiz bolamisan? Просто tak interverbalni chiqarasiz. Verbal operantlarni menga 3 oyda kirib olib kirsangiz bo'ldi. Mantakni ham kengaytiring. Hop, mantga примерно nechtagacha anaqa qilasiz? Обещать qilasiz. Uni примерно manti aytaylik 20 taga chiqdi bir oyda. Nechtaga chiqarasiz? Уже bu yoq tezlashadi, 1000 taga chiqadi. Chiqadi 1000 taga. Uni qarang. Yo rostdan chiqadi. Nega desiz, bir oyda уже autoklit chiqdi-ku. Bu yog'ini 2 soatdan keyin bosalam har kuni. Bo'ldi, chiqadi. 1000 ta mant qiling, 1000 ta takt qiling. Chunki chunki mana mayli. Chunki qarang, bolangizni уже 5 taga tayyorda, o'zi ham aytyapti. Autoklitni oxirini kutib turmayapti. O'zidan inisiativ chiqyapti bunda. Bizda menimcha nevrologlarga borgansizlar. ZPR diagnozi qo'yilgan. Da, biz ZPR diagnozimiz. Endi ikkinchi stependa turibmiz. Kelganinglarda birinchi stepen bo'lgansizlar. Nimani hisobiga birinchi stependan siz 3 oyda emas, masalan 1 oyda zo'r o'tib ketyapsiz, chunki bola ungacha ishlanganmi yoki lecheniya olganmisizlar yoki bo'lmasa prям defektolga borganmisizlar, endi bilmayman. Qabul qilish yaxshi bolangiz. Hozir ikkinchi stependan ham bu tezroq chiqib ketadi. Pedagogdan ham kattaroq narsa so'rayapman. Agar bu etapda ishlab ketaveradigan bo'lsangiz, 1,5 yilda bolangizni zo'r rezultatga olib chiqa olasiz bemalol. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Qani mantat mingta dedim, kontekstdagi buyruqlarni bog'lab etsin. Keyin Sensor ishlaymiz. Sekin shaping usuli orqali ko'zlangan maqsadga erishtiring. Bitta yaxshi ko'rgan narsasi, bitta yemaydigan narsasi. Buni qanaqa qilasiz? Oyisi uyda o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, bu ovqat yeyishni xohlaysiz, u chips yeydi, aytaylik, kreshki yeydi bunaqa bolalar. Bitta kreshki berasiz, bitta ovqatini berasiz. Ikkita kreshki berasiz, bitta ovqat berasiz. Hop? Mana shunaqa qilib bitta tiqamiz, keyin sekin uni sonini, ovqat sonini, qoshiqlar sonini ko'paytiramiz. Bunga sabr kerak. Oxirida albatta rag'bat. Mashincha kreshki kelgan. Bitta kreshki ovqat bilan yeydi, oxirida u tushunib qoladi. Men ovqat yesam ko'proq kreshki yeyman.
prям qorni och bo'lishi kerak. Kamida 5 siz soat. 5 soat och qoldirasiz bolani. 5 soat och qoladi. Bitta kreshka, bitta ovqat. O'sha yaxshi ko'rgani bilan berasiz. Siz ham xuddi shu ish qilasiz. Siz oldingizga 5 soat och qolib kelish kerak. O'shanda bola mazani his qiladi. O'shanda bola tamma his qilishga shoshadi-da, ongi tayyor bo'lib turadi. Albatta qorni och qoldirib nimadir yediramiz. Vaqt soati bilan emas. Masalan, onalarning anaqasi bor-ku, ertalab soat 9 da zavtrak, 1 da shunaqa degan yo'q. U rejimga amal qilmaymiz, chunki bunda sensor narusheniyasi bor. Tanasini to'liq his qilmayapti bola. Tanani to'liq his qilmagandan keyin ichkaridan bola mazani ham his qilmaydi. Masalan, Ovqatlantiringda 15 minut boshlashingizdan oldin sensorika qilib olasiz. sensorika qilib Holat qo'yasiz. Xo'p. Mayda o'yinchoqlarni tishlatasiz yoki lanchalarni uxlatasiz, keyin boshlasangiz bolani tayyorlaymiz. Artiq holat. 15 Qatlaga borgansizlar? Shug'ullanganmisizlar? Ha, uyda bo'lgan-a? Hormas ekan bularchi. Bu oxirroq kelgani bu zo'r bo'lardi. Shuncha vaqt ham yo'qotmagan bo'lardi. Yo lecheniya olganmisizlar? Ha. Menimcha o'zingizlar yaqinda bildinglar shekilli bolaning muammosini. Shunaqa boladagi muammoni yaqinda bildinglarmi? Shunaqaga o'xshavyapti-da. Vaqtliroq bilganinglarda vaqtliroq qaratardinglar-da. Qanaqa natijalar o'zi qoniqyapsizlarmi pedagoglardan? O'ziga o'zi xizmat qanaqa? To'liqmi? Kerak bo'lsa olib keladi o'ziga yoki ko'rsatadi. Ber suv agar uzoqroqda turgan bo'lsa bu yetmasa ber qilaveradi. Tualetga borgisi kelsa ko'rsatadi. Lekin gapirmaydi. Motivatsion условия yaratilmaganda. Motivatsion условия yaratilishi kerak, to'shta gapirish uchun. Qanaqa tug'ilgan? Qanaqa tug'ilgan bola? Kesurniy голодание bo'lganmi? Tug'ilganda yig'lamaganmi? Kindiga o'ralgan. O'qiga o'ralgan o'sha kesurniy голодание olib keladi. Ism familiyasi? Aha. Qanaqa shug'ullanishni ham biladi. Shu bo'yicha ishlasa hop. Bo'ldi, xudo xolisa yozib berdim nima kerakligini, shu bo'yicha ishlaymiz. Xayr, Amiran. Paka